Assalomu alaykum konferensiya ishtirokchilari, ustozlar, domlalar va asosiysi Otolor akademiyasi tashkil qilgan va mana shu konferensiya bizani chaqirgan, taklif qilgan To'yxonga va Shersakka alohida rahmat aytmoqchiman. Bugungi o'sha mavzumiz hozir hamkasbimiz To'yxon va opamiz aytganlaridek, bizda ham asosiy o'sha muammomiz hozirgi kunda O'zbekistonda juda ham dolzarb muammolardan bittasi uyquda obstruktiv apnoe sindromi diagnostikasi va barbit shoklari bilan yumshoq tanglayi repozitsiyasi, barbit reposition faringoplasty. Xo'p, o'zi uyqudagi obstruktiv apnoe holati deb o'sha baland uyqu vaqtida baland xurrak otishi va nafas olish vaqti bilan to'xtashi jarayonga etiladi va bunda nafas bir necha sekundga, hattoki 1,5-2 minutgacha to'xtab va chuqur xurrak bilan davom etadi. Ba'zi holatlarda bir kechada o'sha somnografiya yoki polisomnografiyada 300 tadan 700 tagacha nafas to'xtab qolish holati bo'lishi mumkin. Xo'p, uyquda apnoe quyidagi turlarga bo'linadi. Hozir aytganimizdek, markaziy uyqu apnoesi, periferik uyqu apnoesi va aralash turdagi murakkab turdagi uyqu apnoesiga bo'linadi. Xo'p, xurrak va apnoe diagnostikasi. Asosan har doim biz bilamiz, birinchi shikoyatga e'tibor beramiz. Shikoyatda o'zi, ota-onasi, eri, farzandlari o'sha baland xurrak otishiga va eng asosiysi nafas to'xtab qolishiga shikoyat qiladi. Hattoki qo'rqib qoldik, ya'ni nafas to'xtab nimadir bo'lib qolgan bo'lishi mumkin deb shikoyat qiladi. Undan keyingi shikoyatlari bor, ya'ni kunduzgi uyqusizlik, bosh og'rishi, yurak ko'krak sohasida og'riq, ishni yaxshi qila olmaslik, masalan, yo'lda yuradigan bo'lsa, tez uxlab qolishiga ham shikoyat qilishi mumkin. Ularda shu 24 soat uxlasa ham uyquga to'ymas hissi bordi, chunki apnoe ko'p bo'lganligi va chuqur bo'lganligi sababli bosh miya umuman dam olmaydi. Tipa badan uxlaydi, bosh miya uxlamaydi. Shuning uchun ularda 24 soatlik uyquga talabi bor. Keyingisi lor a'zolar endoskopik tekshiruvi, undan keyingisi somnografiya. Endi aynan meni tajribamda ko'proq somnografiya ishlataman. Keyingisi sleep endoskopiya, undan keyingisi MSKT tekshiruvi. Xo'p, uyquda apnoe holatida shikoyatlar va simptomlar bitta slaydga joylashtirdim. Ya'ni kechasi tungi terlash, xurrak otish, kunduzgi uyquchanlik, bosh og'rig'i, tomog'ida og'riq va tomog'i qurib qolishi, xotira va diqqatni jamlashdagi muammolar, kechasi to'satdan uyg'onib ketish va uxlashni qiyinligi, nafasda uyquda nafas to'xtashi va jinsiy muammolar. Xo'p, men ko'p ishlatadigan somnografiya, ya'ni home sleep apnea testi, bu juda ham qulay. O'zim klinikada yoki uyga berib yuborishim mumkin bu narsani va bunda biz e'tibor beradigan narsalarimiz, xo'p, biz ko'radigan narsaning asosiysi mana pastdagi birinchisi 5 gacha bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 1 soatda 5 tagacha nafas to'xtab qolish holati bo'lsa, bu normal holat. Ya'ni 5 tadan 15 tagacha bo'ladigan bo'lsa, yengil daraja, 15 dan 30 bo'ladigan bo'lsa, o'rta og'ir daraja, 30 dan baland bo'ladigan bo'lsa, o'rta og'ir daraja baholanadi. Ya'ni bu yerda bizga kerak bo'lgan narsa o'sha necha soat yozdi, necha soat uxladi, necha soat yozdi va markaziy, periferik va markaziy apnoeni fiksatsiya qiladi. Undan tashqari tepada ko'rishingiz mumkin, saturatsiyani eng pastga tushganini, eng yuqori bo'lgani va o'rta miqdorini aniqlab beradi. Undan keyingisi pulsni yuqoriga, pastga va o'rtasini aniqlab beradigan ko'rsatkich. Bu slaydimizda esa o'sha mana bu somnografiya apparatimizda detsibel xurrakka detsibelda o'lchab beradi. Ya'ni bu yerda ko'rishingiz mumkin, naryoqda yaxshi ko'rinyapti lazerimizda 55 detsibel, ya'ni o'rtachasi 55 detsibelda xurrak otgan. Buni ham ko'rsatib beradi. 60 detsibeldan baland necha minut, 50 detsibeldan baland necha minut va 40 detsibeldan baland necha minut xurrak otganini ko'rsatib beradi. Xo'p, bu uyqu uyda tekshirishimiz mumkin. Qonda kislorod miqdori, yurak urish tezligini, apnoe soni, xurrak balandligini va ularning pozitsiyasiga qarab o'zgarishini aniqlab beradi. Xo'p, keyingisi lor a'zolarning vizual endoskopik tekshiruv. Bu juda ham muhim bo'ladi. Har bitta lor vrachga kelgan bemorimiz, ya'ni xurrak va apnoe bilan kelgan bemorimizni biz oddiy ko'z bilan yoki endoskopik faringoskopiya qilamiz. Bunda o'sha tanglang burtaklariga e'tibor berishimiz mumkin. Oldingi va orqa ravoqlarga e'tibor berishimiz kerak va tilchani holatiga e'tibor berishimiz kerak. Keyingisi har ishlatadigan bizani endoskopik rinoskopiya. Bunda chaqanoqlarning holati, burun to'sig'ini
holatiga baho beramiz va uchinchisi endoskopiskiy laringoskopiyani ham tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Hali uni ham alohida to'xtalib o'tamiz sleep endoskopiyada. Xo'p, men bunda alohida bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Biz endoskopiskiy faringoskopiya qilganimizda tilchani holatini ko'rishlar mumkin. Mana shu chuvalchang simon o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni og'zini katta ochganda tepaga yig'iladi, bo'shashganda tashlaydi. O'sha tashlaganda mana bunaqa izlar bo'lishi mumkin. Bu holatda ko'p holatda apnoya bo'ladigan holatda bemorlarda tilchan o'zgarish mana shunaqa bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa belgilarni ko'rdinglarmi? Bunga potensialni kechasi xurrak o'tadi va apnoya bo'lish ehtimoli yuqori deb baholash mumkin. Endi men o'zim buni chuvalchang simptom deb araq qilganman. Ya'ni bunda chuvalchang simptom sifatida baholaymiz. Xo'p. Keyingisi somnografiya, polisomnografiyani rasmini qo'yganmiz. Bu o'zimizdan klinikada, bu esa internetda olganman. Qaysi tekshiruv usuli qulay? Menimcha o'zimning tajribamni aytadigan bo'lsam, mana somnografiya menga qulayroq, chunki polisomnografiyada o'zi biz uyquni sifatini tekshirishimiz kerak, lekin men ko'rsa simlarning juda ham ko'pligi, noqulayligidan shu bemor yaxshi uxlamasligi va bizga qaysidir ma'noda mana tekshiruvimga xatolik beradi degan xulosada men bu tekshiruvga to'xtaganman. To'g'ri, bu ham har doim emas. Agar bemorda jiddiy o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, biz somnologga, ya'ni polisomnografiyaga jo'natamiz. Xo'p. Keyingisi sleep endoskopiya, DISE. Bu haqida tugun to'xtalib o'tildi. Uyqu vaqtida yuqori nafas yo'llarini fibroendoskopda tekshiramiz. Bemor uyqu holati, ya'ni oddiy propofol bilan taxminan uzoq bilan 15 minut yetarli bo'ladi. Ya'ni moslashuvchanlik fibroskop bilan tekshiriladi. Xo'p. Uyqu endoskopiya, sleep endoskopiyada biz VOTE klassifikatsiyasi bo'yicha apnoya sindromini endoskop yo'l bilan baholaymiz. Bunda og'iz halqum, burun halqum va hiqildoq halqumdagi o'zgarishlarga qarab bunda qaysi nimani hisobiga qisqarganligi yoki nimani hisobiga apnoya yoki xurrak sabab bo'layotganini aniqlashimiz mumkin. Masalan, VOTE klassifikatsiyasi qisqartmasi nimani anglatadi degan savoliga V velum, ya'ni yumshoq tanlay, O orofaringes, T tongue base yoki tongue, E epiglottis. Hozir alohida harflarga to'xtalib o'tamiz. Bu sleep endoskopiya. O'zbek so'ring. Xo'p, o'zimizda qilingan sleep endoskopiya e'tibor bergan tomonimiz burunni o'tyapmiz, chig'anoqdan o'tib ketyapmiz. Burun halqumda holatni baholaymiz. Bittada oldingi orqa devor, pastki devor yumshoq tanglar va tilchani holati, ikki yon tomonda ko'pincha mindalinani katta kichikligiga qarab qisqarish kuzatiladi. Ba'zi holatda konsentrik, ba'zi holatda orqa, oldi yoki bokovoy tomondan torayish kuzatiladi. Undan keyin zanorezki pastga o'tamiz. Nimaga? Til ildizini ko'rishimiz kerak, nadgartayni holatini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Ham baholashimiz kerak. Boya professor Shoir Abdualiyev aytganlaridek, ovoz boylamidan ko'rishimiz kerak bo'ladi. Parez, institutlarda bitta ovoz boylami paralish bo'lib qolsa, nafas olgan paytda u ham vibratsiya berib xurrakka sabab bo'lishi mumkin. Biz uni o'sha bemor adashib, masalan, yumshoq tanglar yoki qanaqadir operatsiya bajarishimiz mumkin. O'shaning uchun bu sleep endoskopiya juda ham muhim deb sanayman men. Xo'p, sleep endoskopiyada ko'radigan narsalar birinchisi yumshoq tangdan ko'ramiz. Mana sariq bilan ko'rsatib qo'yilgan o'sha kamera bu mana baholaymiz. Ikkinchisida xo'p, yon devorlarni baholaymiz. Bu yerda o'sha tanglang murtaklarining holatini, qanchalik apnoyaga sabab bo'layotganini aniqlaymiz. Uchinchi rasmda til ildizini, ya'ni bu yerda ikkita narsani baholashimiz kerak bo'ladi. Bu uchinchi holatda til ildizini o'zini kattalashuvi yoki til murtagini kattalashuvini baholashimiz kerak. To'rtinchisida epiglottis holatini. Epiglottis ham juda ham katta bo'ladigan bo'lsa, nafas olgan paytda u ham apnoya berishi mumkin, yopilib. Xo'p, bu sleep endoskopiya yosh bolalar bu qo'shimcha ma'lumot ko'pincha adenotanzilotamiya holatlaridan keyindan bolada apnoya va xurrak sabab bo'lishi mumkin. Bizdagi taxminan 6 tacha yosh bola keldi. Mana 4 yoshli bemorimizda adenotanzilotamiya operatsiyasi bajarilgan
lekin bolada hali ham apnoya bor, 4 yosh bo'lishiga qaramasdan. Bizga jo'natilgan ekan, sleep endoskopiya qilganimizda, play bos so'ring. Sleep endoskopiya qilgan holatni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, adenoid o'rni chandiqda yaxshi turibdi. Bokovoy tomonini ko'ryapsam, qanaqa kattalikdagi tangli murtaklar apnoyaga sabab bo'ladi. Bu ayni ushbu bemorimiz adenotanzilotomiyadan keyingi apnoya va xurrak bilan kelgan va ozgina o'sha birinchi operatsiya qilgan doktoriga ham norozilik bildirgan. O'shaning uchun agar bolalarda apnoya, xurrak bo'layotgan bo'lsa, operatsiyadan keyin iloji bo'lsa sleep endoskopiyaga tavsiya berish kerak bo'ladi. Xo'p, MCK tekshiruvda aytib o'tilgandek, bokovoy tomonidan til ildiziga, nadgartanlikka, xo'p, keyin yumshoq tanglarga e'tibor berib ketamiz. Xo'p, nima uchun xurrak va apnoyani davolaymiz? Asosiy maqsad xurrak tovushini yo'qotish va kamaytirish, keyingi hayot sifatini yaxshilash va kelajakda kelishi mumkin bo'lgan jiddiy kasalliklarni oldini olish maqsadida. Xo'p, uvula palata faringoplastika oldingi va orqa ravoq plastikasi. Bu oldingi operatsiya taxminan mana shunaqa kuzatilgan. Ya'ni ko'ryapsizlar, tilchani tagidan kesib olib tashalgan. Bu yerda bokovoy faringoskop, bokovoy uvula palata faringoplastika operatsiyasi bajarilyapti. Ya'ni mushaklar bevosita kesilib tashalyapti. Bu yerda ko'tarib tikilyapti. Bu ham qaysi ma'noda yaxshi, hozirgi kunga ham o'z ishini bajarib kelyapti. Lekin biroz kamchiliklar bor deb hisoblaymiz. Xo'p, an'anaviy uvula palata faringoplastikani kamchiliklarni aytib o'tishga qaror qildim. Ya'ni rezeksiya kesish asosida amalga oshiriladi. Yumshoq tangli uvula, tilcha va ko'pincha orqa ravog'i kesib tashlanadi. Bundan kamchiliklari noaniq va haddan tashqari to'qima olib tashlash xavfi, tikilgan joylar vaqt o'tishi bilan bo'shashi mumkin. Ovqatning buni orqali qalqib chiqishi, ta'm bilishining buzilishi, reabilitatsiya muddatini biroz uzoq bo'lishi. Xo'p, bu rasmda nima aytmoqchiman? O'sha uyqudagi obstruktiv apnoya sindromini yangi zamon qarshiladi. Ya'ni bunda o'sha Mario Mantovani va Claudio Vicini olimlarimiz, ya'ni Mario Mantovani 2008-yil, 2013-yilgacha aynan barbet choklari bilan biza yumshoq tanglarni repozitsiya qilsak bo'lmasmikin deb taklif berilgan. Ya'ni minimal xirurgik yondashuv bilan 2015-yil doktor Claudio Vicini aynan ushbu operatsiyani amalda qo'llab va tasdig'ini topgan. Xo'p, buni asosiy e'tiborli tomoni shundayki, barbet choklari bilan yumshoq tanglar repozitsiya keltiriladi. Ko'ryapsizlar, bizani choklarimizni archasimon orqa tomonga yo'naltirilgan va oldinga qarab ketadi-yu, orqaga qarab chiqmaydi bu chok. Shunisi bilan o'z ishini bajaradi. Ya'ni bunda o'sha yumshoq tanglarga o'zimiz shakl beradigan bo'lsak, tikish ham shart emas. Xo'p, keyingisi barbet choklar qanday holatlarda qo'llaniladi? Ya'ni ko'rsatmalar, mana shu play bosib ko'rsangiz ham bo'ladi. Videorolik tursin. Xo'p, ko'rsatmalar buni halqumda kollaps, torayish kuzatilishi, tanglang murtaklarining gipertrofiya holatida va faringal va tanglang mushaklarini tonusini oshishida. Ko'ryapsizlar, mindalini ham qanchalik apnoyaga sabab bo'ldi. Ya'ni bizadagi mushaklarimizni o'z holiga qo'yadigan bo'lsak, ya'ni mushaklar tanglang murtaklar katta bo'ladigan bo'lsa, qanchalik apnoyaga sabab bo'ldi va angini olgandan keyin qanchalik prostransiya ochilganini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bajarish texnikasiga keladigan bo'lsak, ana bitta play bosib olsanglar, o'zimiz klinikada bajarilgan va ketma-ketligi bo'yicha markerlar bilan belgilab olinadi. Qattiq tanglaydan tugash qismida nuqta qo'yilib, keyingi pastroqqa nuqta qo'yiladi. Ya'ni bir nechta nuqta belgilab olamizda, shu qismdan har bitta chok ikkita tomonga qaragan bo'ladi. O'rtasida bir-biriga bog'langan bo'ladi. Ba'zi firmalarda bitta chok yarim u tomon, yarim bu tomonga qaragan bo'ladi. Ketma-ketligi bo'yicha yumshoq tanglar, qattiq tanglar tugash qismi va yumshoq tanglar boshlanish qismidan birinchi chokka o'tkazib olamiz va pastga qarab harakatlantiramiz. Mana bu kesma bo'yicha rasm bo'yicha. Ushbu nuqtalardan sekin-sekin harakatga keltirsak, bizdagi birinchi holatimiz bilan oxirgi holatimizga qarab farq
farqini topishga harakat qiladi. Birinchi holatda ravoqsimon bo'lgan, oxirgi holatda P obrazniy holatga kelgan. Ya'ni bizdan yumshoq tanglayimiz oddiy mana shu choklar bilan ko'tarib ham lateral tomonga, ham tepaga ko'tarish holati kuzatilgan. Hozir buni sizlarga o'sha videoning oxirida yoki solishtirma sifatida ko'rsatib qo'yaman. Mana bunday holatda mana chap tomonga o'tildi, oldingi ravoq, orqa ravoq fiksatsiya qilinib, lateral tomonga va yuqori qismiga tortib fiksatsiya qilinyapti. Ya'ni trigonometlar rafi va hamolosga qarab fiksatsiya qilinyapti. Hech qanaqa kesilmagan, faqat tanzilektomiyadan keyin bajarilgan, o'shaning uchun ozgina qon izlari bor. Bu operatsiyani shart shunaqaki, har bitta bemorda tanzilektomiya operatsiyasi bajarilishi shart. Usiz imkoni yo'q bu narsani. Mana yumshoq tanglaydan kundalik ravishda ham bizani mana ko'rsatilmagan narsa qilinyapti. Nimaga? Chunki bu chok o'ziga yarasha yumshoq tanglayga qattiqlik bilan ko'ryapsizlar, qanaqa holatda edi, qanaqa holatga keldi. Xo'p. Keyingisi barbe chokini ishlash texnikasi. Playboy sorry. Bu ham qisqacha ma'lumot. Qanaqa qilib yumshoq tanglay qisqartiradi va taranglashtiradi degan savolga primera mana shunaqa javob beramiz. Videorolikka o'xshab. Xo'p, keyingisi. Xo'p, bu bitta kes, bemor 36 yosh, kelganda shikoyati juda ham baland xurrak otishi va apnoe holat bo'lishi. Biza somnografiyada birinchi belgilab qo'ygan narsamiz qaraydi, saturatsiya 51 ga tushyapti. Bu juda ham qo'rqinchli holat. Umumiy tekshirganimizda, ya'ni men aytib o'tdim, 5 tagacha norma bo'lishi kerak edi. Bu bemorimizda 80 tayu ondan to'g'ri, ya'ni 1 soatda 80 marta nafas to'xtatdi. Agar o'rtacha 8 soat uxlagan bo'lsa, hisoblaysiz 480 marta. Mana bu yerda ko'rishlar mumkin, mana bu nafas to'xtab qolish holati 543 marta periferik, 23 marta markaziy turga bo'linyapti, ya'ni nafas to'xtab qolyapti. Qon yurak urish soni minimum 42 ga tushyapti, maksimum 114. Bo'ldi, ozgina qoldi. 48 detsibel, o'rtacha detsibel 48, o'shandan 60 detsibeldan yuqori 77 minut, ya'ni 1 soatdan ko'p 60 detsibeldan baland xurrak otyapti. Xo'p. Bu bemorimizdan ko'rinishi, ya'ni iyunda operatsiya bo'lgan, taxminan 2 haftadan keyingi holati va hozirgi 2 oydan keyingi holati. Umuman apnoe yo'q va noodatiy sizlarga video tayyorlashga qaror qildim. Ya'ni bemorlarni chaqirib qayta tekshirish usuli bo'lmaganligi uchun bo'ldi. Ben birinchi videoni bosib o'ring. Bu bemorimiz dehqon, Dovshanbami? Alona qiling. Apnoe bo'lyapti, ko'ryapsizlar? Juda ham kuchli apnoe. 2 marta nafas oladi, 6-7 marta nafas to'xtaydi. Ya'ni nafas to'xtadi. Ushbu bemorimizning keyingi videoni bosib oling-da. Keyingi video. Ushbu bemor operatsiyadan keyingi holatda boyagi bundan oldin ko'rsatgan slaydimda xuddi mana shu apnoe ham, xurragi umuman yo'q. Bemorimiz 100% to'liq ish holatiga qaytgan. Xo'p, keyingi bemorimiz 46 yosh, erkak kishi, bunda ham 61 saturatsiyaga tushyapti. Umumiy 1 soatda o apnoe soni 73 gacha ko'tarilyapti. Ya'ni 1 soatda bu. Umumiy esa mana 8 soat 38 minut uxlagan bo'lsa, bemorimiz o'shandan 595 marta nafas to'xtatyapti. Markaziy 71. Xurrakka ko'rasizlar dahshat. 55 detsibel o'rtachasi bu. Ya'ni 221 minut 4 soat 60 detsibeldan baland xurrak otyapti. Ushbu bemorimizning tanzektomiya va barbet choklari bilan reparatsiya amaliyoti bajarildi. Sorry. Xo'p, bunday xuddi shunaqa holat, endoskop bilan teskari holatda olganmiz. Birinchi nuqtadan ikkinchi nuqtaga o'tkazdik. Ikkinchi nuqtadan o'z joyidan yana uchinchi nuqtaga. Undan nishaga, ya'ni verxniy polisga tushib olamiz. Zadniy dushkani ham захват qilib oldik bittada. Lateral tomonga. Trigonometlarning rafiga qarab yuramiz. Yaxshi e'tibor bersanglar, qanaqa holatda bo'lgan va qanaqa holatda bo'ladi hozir. Buni ham solishtirib ketamiz. Bu bemorimizda tilcha juda ham katta va mishechniy massa rivojlanganligi uchun shuna qaror qildimki, bir qismini kesishga qaror qildim. O'zi kamdan kam holatda tilchani kesaman. Kesishi mumkin agar shilliqqavat cho'zilgan bo'lsa, uxlaganda mana qimirlamaslik uchun shilliqqavatning o'zini kesishi mumkin. Lekin mishechniy massani kamdan kam kesaman.
Hop, bu ikkinchi tomonga o'tyapmiz. Hozir ko'ramiz, bu bemorimizni operatsiyadan oldingi slip endoskopiyasi bor. Qanchalik ochilganini ko'rishimiz mumkin. Hozir mana shu videoning o'zi davom etadi. Tez tugaydi bu. Ko'rasiz, qanchalik lateral tomonga yuqori qatam ko'tarsam ham yumshoq tanlayi osilish darajasi baribir kamaymayapti. O'rtaga ham olib keldim. Nimaga? Yumshoq tanlay shu qismida ham vibratsiya berish mumkin. Ya'ni postoperatsiyon reabilitatsiyada 2-3 oydan keyin shunaqa holat bo'lyapti. Yumshoq tanglayda shu joyda aynan vibratsiya holat kuzatilyapti. Yana bormidi? Yo'q, uchib qolmadi. O'sha plet davom qilavering. Keyingisi ekan, keyingisi. Aha, mana o'sha bemor slip endoskopiyasi burunga kirganimizdagi burun halqum, og'iz halqum o'tadigan teshik qanchalik tor bo'lgan. Keyingisini bosavering. Bu o'sha bemorimizning interoperasionniy holati. Bu og'iz halqumdan tekshiryapmiz. 70 sinskop bilan ochildi, momentan ochildi. Hali bu yerda shish bor operatsion pulning o'zida. Bu burun tomonidan kirib borgan 70 gradusdan sinskopda ochilgan holatni ko'rishingiz mumkin. Momentan o'zgarish bo'ldi, hali shish ketadi, bemorimizda apnoya ham, xurrak ham to'xtaydi. Keyingi slayd. Xo'p, tajribamiz statistika umumiy bizga kelgan bemorlar, ya'ni 1 yil davomida 150 ta bemor kelgan, o'shandan 92 tasi tekshiruvdan o'tgan va operatsiya bajarilgan bemorlar soni 55 ta. Oxirisi bitta qoldi. Mana buni aytmay qo'yaylik. Biz nima uchun barbet choki repozitsiyasini tanlashimiz kerak? Birinchidan monolevel obstruksiyada yagona yechim bo'lishi mumkin. Ayniqsa pozitsiyaga bog'liq bo'lmagan bemorlar samaraliroq. Yoki o'zi ham multimodal davolashda ham birga qo'llanishi mumkin. Ya'ni myofunctional therapy, til va farengal mushaklar mustahkamlash, pozitsion terapiyalarda va MATda, ya'ni mandibular advancement device'da ham birga qo'llashimiz mumkin. Bundan tashqari moslashtirilgan yondashuv birgina usuldan bir nechta variantlarga mos keladi. Keyingi to'qimalarni kirish talab qilinmaydi va asoratlar darajasi juda ham past. Va oxirgisi tez va oson o'rganiladi. Yo'q, shu kungacha 55 ta operatsiya qilgan bo'lsak, nuqtada o'zgarish bo'lmadi. Lekin bu bitta slayd o'rtada qolib ketdi. Apnoya va xurrak to'xtamagan bemorlar bo'ldi. Ya'ni 55 tasidan o'shan kerak bo'ladi, bitta aytib o'tay. Mana 55 ta bemor operatsiya qilingan, o'shani 52 tasida apnoya to'xtagan, 48 tasida xurrak to'xtagan. Ya'ni xurrakka to'xtamagan 13% bo'ldi. Apnoya 5,5% tashkil qildi. Endi bu yerda boshqa omillar ham bor. Boya hamkasb etganimizdek, bizda dietolog bilan, pediatr, nevropatolog bilan, kardiologlar bilan hamkorlikda ishlashga men tajribam o'shani ko'rsatdi. Ya'ni ular bilan birga ishlashimiz kerak ekan deb aniq qildim, xulosa qildim. Ovozi deya hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Savollarmi? Rahmat. Juda chiroyli, juda ham mazmunli doklad bo'ldi. Lekin operatsiyasiz mana shu cho'qir yordamida qilingan barcha ishlardan olingan natijalar juda ham tahsinga sazovor. Chunki bu bemorlarda juda ko'p operatsiyalar qilinib, har xil rubenslar bo'lib, ko'p qiyinchiliklar bo'lib, uni qayta operatsiya qilish holatlari, yana ovozda bo'ladigan o'zgarishlar ko'p bo'lardi, lekin juda ham yaxshi ish ekan bu. Tabriklaymiz sizni va keyingi ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat.